O'zbekiston, Qozog'istonga o'xshagan kuchli davlatlar o'zida yadroviy kichkina bombachani qilishga harakat qiladi. Va bizda shu bulbullar tufayli, shu Prilepin, Smolin, Dugin, Jirinovskiylar tufayli ularni qilayotgan va dunyoda qarang, bu uchun Ukrainada mana bu hududlarni bosib olishning xavfi bor. Ertaga bu kartani bular Qozog'istonga nisbatan tashlash mumkin. Markaziy Osiyo to'g'risida gapiryapti. Lao Tsin yaxshi gapi bor. Bundan miloddan 6 asr ilgari aytib o'tgan. Hozir 21 bo'lsa 27 asr ilgari aytib o'tgan. Следите за вашими мыслями, ибо они начало ваших поступков. Они уже так думают, значит, они хотят это материализовать. А мы не должны этому позволять. Shuning uchun meni pozitsiyam juda tomoshabinlarimizga o'zbekcha ham aytib ketishingiz kerak. O'zbekcha albatta aytaman. Lao Tzu juda zo'r fikr etgan. Men hozir hamma gapni tarjima qilib kelyapman, chunki ular ham meni tushunishini xohlayman. Boshqacha o'ylamanglar. Albatta. O'zlaringizni, fikrlaringizni kuzating, chunki birinchi insonda fikr bo'ladi. Mana bu Injilda, Tavrotda hammasida ham bor. Birinchi bo'ldi so'z deydi, lekin so'z bo'lishdan oldin fikr bo'ldi. Fikr keyin tilga tushadi-da, tildan aytiladi. Keyin u sekin-sekin qo'l uni bajarishni boshlaydi. Shuning uchun g'oya miyada, tilda bu ifoda etiladi va qo'l bilan, oyoq bilan bu bajariladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, aziz do'stlar, bu keysdan hech xafa bo'lish kerak emas, isterikaga tushishimiz kerak emas. O'zbekistonning xudoga shukr harbiy kuchi ham yetadi. Endi Kamoliddin aka, bir gap aytsam, balki bu studiyada sal keskinroq balki ko'rinar. Bizda bitta gapki, mana men shu xavfsizlik kengashida ham o'zim ishtirok etdim, o'zim ko'p shu ma'ruzalarni eshitib g'ururlandim. Chunki biz ilgari xavfsizlik kengashiga ham kirgazmasdi, yopiq bo'lardi. Ko'rdingiz, davlat xavfsizlik xizmati raisi ham chiqib gapirdi, mudofaa vaziri ham gapirdi. Ko'p narsa ochiq bo'ldi. O'zbekistonda g'urur oshyapti, iqtisodiy oshyapti. Bugun agar bunaqa ketadigan bo'lsa, bilasiz, dunyoda bir gap bor. Bugungi kunda o'sha 68-yilda yadroviy оружие tarqatmaslik to'g'risida katta dokument bor. O'zbekiston 92-yilda qo'shilgan, Semipalatinsk boshqasi bor. Agar bu ketish bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston, Qozog'istonga o'xshagan kuchli davlatlar o'zida yadroviy kichkina bombachani qilishga harakat qiladi. Nimaga Isroilda bor? Nega Eronda endi bor deyshadi? Nimaga O'zbekistonda bo'lmasligi kerak? Va bu dunyoda kechirasizlar, o'sha kuch markazlarini nima qiladi? Men o'ylayman, agarda O'zbekiston juda xohlasa, O'zbekistonda biz nima qilishimiz kerak? Fundamental naukani rivojlantirishimiz kerak, ilmni. Yoshlarimiz ilmli bo'lishi kerak. Bizda nafaqat atom energetikasi, men o'ylaymanki, agar bu ketish bizga shunaqa tahdidchalar bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ham bir kichkina mana shunaqa qizil knopkali yadro knopkachasi bo'lishiga olib keladi. Bu O'zbekiston iqtisodiyotini ko'taradi buni. Va o'ylaymanki, bunaqangi harakatlar bizni shunday choralar ko'rish kerak. Bitta bizani emas, Misol sifatida aytyapti Sherzod aka. Misol sifatida aytyapti. Bu aynan mudofaa va tashqi siyosat konsepsiyalariga yana alohida to'xtalamiz. Lekin bu meni ham личный мнение. Ha, bu bo'yicha oldindan aytdim. Alohida to'xtalamiz va men bunaqa bo'ladi demoqchi emasman. To'g'ri aytdingiz. Bunaqangi harakatlar ko'payaversa, misol sifatida bunaqalarga olib kelishi mumkin. To'ppa-to'g'ri aytdingiz, Alibek, to'ppa-to'g'ri. Va ekspertlarimizda turli xil fikrlar bor. Chunki dunyo xalqaro huquq ishlamayapti-da. Bu knopka ishlayapti. Xuddi